Bugungi dunyoda parlamentlararo ittifoqining ahamiyati nimada? Parlamentlararo ittifoq butun dunyo parlament a'zolari o'rtasida muloqot o'rnatish uchun juda yaxshi maydon hisoblanadi. Ayniqsa, Gruziya kabi kichik davlatlar uchun. Har bir BMTga a'zo davlatida elchixonaga ega bo'lmagan mamlakatlar uchun bu juda yaxshi imkoniyat. Bu uzoq hududlarda joylashgan davlatlar bilan aloqalar o'rnatish va rivojlantirish imkoniyatini beradi. Shuningdek, faol yoki dinamik munosabatlarga ega bo'lmagan davlatlar bilan ham. Ikkinchidan, hozirgi murakkab sharoitda dunyo urushlar, mojarolar va keskinliklarga yuz tutayotgan bir paytda parlament diplomatiyasi bu ziddiyatlarni yumshatish va tinchlik kun tartibini ilgari surishning samarali yo'llaridan biridir deb hisoblaymiz. Shu boisdan biz parlamentlararo ittifoqni dunyoda tinchlikka erishish yo'lida eng yaxshi foydalanadigan maydonlardan biri deb bilamiz. Parlamentlararo ittifoq o'zining 150-assambleyasiga qadar qanday muhim yutuqlarga erishgan deb hisoblaysiz va keyingi yillar uchun qanday maqsadlar belgilangan? Menimcha eng katta yutuqlardan biri butun dunyo parlament a'zolarini bir joyga to'plash, ular o'rtasida tajriba va fikr almashish, hamkorlik qilish imkoniyatini yaratishdir. Parlamentlararo ittifoqning eng muhim yutug'i ham aynan shu deb o'ylayman. Ushbu yubiley assambleyasiga O'zbekiston mezbonlik qilayotgani xalqaro diplomatiya va hamkorlik nuqtai nazaridan qanday ahamiyatga ega? Eng avvalo bu Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida ilk bor parlamentlararo ittifoq assambleyasiga mezbonlik qilinayotgan voqeadir. O'zbekistonning tanlangani esa mamlakat taraqqiyotining mintaqaviy o'yinchiga aylanib borayotganining va turli davlatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirishga intilayotganining yaqqol dalilidir. Biz O'zbekistonning do'stlari sifatida bu yutuqdan mamnunmiz va sizga bundan buyon ham rivoj va taraqqiyot tilaymiz. O'zbekistonning so'nggi siyosiy va iqtisodiy islohotlari borasidagi taassurotlaringiz qanday? Aslida Gruziya bu islohotlardan juda katta taassurotlar olgan. So'nggi paytlarda ikki tomonlama munosabatlarimiz ham ancha faollashgan. Bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan ko'plab gruzin kompaniyalari bor va ular bu yerda juda muvaffaqiyatli ishlamoqda. So'nggi siyosiy va iqtisodiy islohotlar Gruziya va O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni yanada faollashtirish imkonini beradi. Shuningdek, Tbilisi va Toshkent o'rtasida yangi to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilgani kabi ijobiy o'zgarishlar ham bo'ldi. O'zbekistondan Tbilisiga va umuman Gruziyaga sayohat qilayotgan turistlar soni ortib bormoqda. Xuddi shuningdek, Gruziyadan O'zbekistonga sayohat qilayotganlar ham ko'paymoqda. Biz islohotlar bo'yicha tajriba almashish borasida ham yaqin aloqalarga egamiz. Shunday ekan, men faqat so'nggi islohotlarning ijobiy ta'siri haqida gapira olaman. Bu islohotlar albatta ikki tomonlama munosabatlarning chuqurlashuviga xizmat qilmoqda.